hozir bilaman, pult menga tegishli bo'ladi, menga tushadi. Va buni hozir qo'ldagi qog'ozdan bilamiz va birinchi bo'lib pul. Ana endi savdo huquqiy odamlar pauzga qo'yib huquqiy yashab qoladi. Savdo lekin mavzu hurmat qilaman. Hech qachon yomonlik qilmayman. Siz? Yaxshimi? Savdo tarqat. Ikki. Bosh pauza yo'q. Bo'rliga yem bo'lmasligi uchun seni og'zingni ochib qo'yaman, birorta odamni chaqirarsan yordamga. Chiqarvor. Beja do'stim, beja tasha. Voy shunaqangi mazza qilyapman. 1 soat o'tdi oradan yengilchamiz. Basharang bilan mashina yuvasan, shuning? Ko'r ketdik. La yuving basharang bilan. Davay. Fuy, mashina. Voy, maqtashadingiz. Ay, sizmi deysiz? Nima qilsan? Ha, prosta zerikib ketdim. Nimadir qilgim kelyapti. Nima? Oppa! Yanakka sotdim. Mana oldimga ne yanakka olsizlar, tushunmadingiz? Og'zingni ham ushlaysan. Bo'yasan. Mana mashina bilan qilishingga javob berishing kerak. Bolakay, pompaloq bilan. Boya sassiqcha dedingizmi? Vaqt meni foydamga ishlatdi. Oy. Men hozir основной bo'yman.